O'zbekistonda soliq tizimida muhim yangilik. Soliq qo'mitasi o'z xodimlarining daromad va xarajatlarini deklaratsiya qilish tizimini ishlab chiqdi. Endi soliq xizmati xodimlari rasman daromadlarini ochiq tarzda deklaratsiya qiladi. 18-fevral kuni soliq qo'mitasi raisi Farruh Po'latov va Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov hamkorlik memorandumini imzoladi. Hujjat korrupsiyaning oldini olish, tizim shaffofligini oshirish va zamonaviy ichki nazorat mexanizmlarini joriy etishga qaratilgan. 1-martdan boshlab yangi tartib sinov tariqasida ishga tushiriladi. Dastlab soliq xizmati xodimlari, shuningdek Navoiy va Chirchiq shaharlari aholisi yillik daromad deklaratsiyasini taqdim etadi. Eksperiment doirasida fuqarolarning xarajatlari, turli davlat idoralari ma'lumotlari, elektron hisob fakturalar va soliq shtamplari cheklar asosida hisoblanadi. Deklaratsiya maxsus elektron platforma orqali soddalashtirilgan shaklda topshiriladi. Sinov natijalariga ko'ra ushbu tizim bosqichma-bosqich butun respublika bo'ylab joriy etilishi rejalashtirilgan. Bu qadam shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish yo'lidagi navbatdagi muhim bosqich.